Telekanalimiz omadli tomoshabin aksiyasi orqali muxlislarimizni xursand qilishda davom etmoqda. Mega aksiya ishtirokchilari pul mukofotlari, televizorlar hamda maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lishmoqda. Berilgan shartlarni bajarib, yuqori ball to'plagan buxorolik yana bir hamyurtimizga ham o'z sovg'asi topshirildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mening yurtim telekanali tomonidan efirga uzatilayotgan omadli tomoshabin loyihasining yana bir omadli ishtirokchisi g'ijduvonlik oila bo'ldi. Ular televizor yutug'iga sazovor bo'lishdi. Mening yurtim telekanalida ko'rsatilayotgan har xil turdagi novellalar, ko'rsatuvlarni biz oilaviy tomosha qilamiz. Bizni televizor sohibi bo'lishimizga sabab bo'lgan omadli tomoshabin loyihasida qaynotam va oyijonim, farzandlarim ko'magida QR kodlarni skanerlab yuborganlar. Mana bu televizor oyijonda tug'ilgan kunlariga My5 telekanali nomidan ajoyib sovg'a bo'ldi. Oilaning sovrinli yutug'i yaqinlarning qiziqishini orttirdi. Televizor sohibi bo'lganimizdan so'ng qarindoshlarimiz, qo'shnilarimiz ham bunga qiziqib qolishdi. Bizning maqsadimiz bosh sovrin 50 million so'm mukofotiga sazovor bo'lishdir. Ha, siz ham omadli tomoshabin loyihasida ishtirok eting. Buning uchun har kuni Mening yurtim telekanalini kuzatib, soat 16:00 dan 18:30 ga qadar efirda taqdim etilgan sirli raqamlarni tegishli manzilga yuborish kifoya. Sovg'alar hammaga yetadi.